Do'stlar, bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Inigi oktyabrdan boshlab bank hisob varaqlari ustidan nazorat kuchayadi. Pul o'tkazmalari, kartadan kartaga tushumlar, hisob raqamga kirim-chiqimlar avvalgidan ko'ra ko'proq tahlil qilinadi. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Oylik oladigan xodimga ham, tadbirkorga ham, onlayn savdo qiladiganlarga ham, qarindoshdan pul oladigan oddiy fuqaroga ham. Eng muhimi, vahimaga tushmang. Men hozir sizga oddiy tilda tushuntiraman. Nima o'zgaryapti? Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu umuman muammo emas? Qaysi pul o'tkazmalari savol tug'dirishi mumkin va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri izoh, bitta hujjatsiz kirim yoki bitta muntazam tushum keyin bankda ham, soliq organida ham savol tug'dirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularni murakkab qonun tili bilan emas, oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib beraman. Avvallari ko'pchilik bank kartasidan foydalanishda bitta narsaga o'rganib qolgan edi. Qarindosh pul yuboradi, tanish qarzini qaytaradi, mijoz to'lov qiladi, kimdir ijaraga pul o'tkazadi, hammasi kartaga tushadi. Odam esa bu pullarni oddiy shaxsiy mablag' deb qabul qiladi. Banklar albatta tranzaksiyalarni ko'rib turgan, lekin har bir mayda kirim bo'yicha darhol savol berilavermas edi. Soliq organlari ham ko'proq rasmiy daromadlar, yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va katta operatsiyalarga e'tibor qaratardi. Endi vaziyat bosqichma-bosqich o'zgaryapti. Bank tizimi raqamli bo'lib ketdi. Pul oqimlari avtomatik tahlil qilinmoqda, takroriy kirimlar, bir xil summalar, ko'p odamdan kelgan pul, izohsiz o'tkazmalar, karta orqali savdo qilayotganlar. Lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmaganlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Nazorat ostida degani hamma odamning pulini olib qo'yishadi degani emas. Bu degani banklar va vakolatli organlar pulning kelib chiqishi, maqsadi va iqtisodiy mazmunini yaxshiroq tekshirishi mumkin. Men buni sodda qilib aytaman. Agar sizning kartangizga oyiga 1-2 marta qarindoshingizdan pul tushsa, masalan, otangiz 20 million so'm yuborsa yoki ukangiz qarzini qaytarsa, bundan qo'rqish shart emas. Lekin agar sizning kartangizga har kuni 20 o'tishi odamdan 2 ming, 3 ming, 300 ming so'mdan pul tushsa, umumiy hisobda oyiga 2 million so'm kirim bo'lsa, bank buni oddiy oilaviy yordam emas, balki savdo yoki xizmat ko'rsatishdan tushgan daromad deb ko'rishi mumkin. Mana farq shu yerda. Birinchi navbatda, nazoratning asosiy maqsadi oddiy odamni qiynash emas. Maqsad yashirin daromad, noqonuniy pul aylanishi, soxta operatsiyalar, firibgarlik, noqonuniy valyuta aylanmasi va soliqqa tortilmagan biznes faoliyatini aniqlash. Chunki amaliyotda ko'p holatlar bor. Odam internet orqali tovar sotadi. Kiyim-kechak, kosmetika, telefon aksessuari, maishiy texnika, oziq-ovqat, kurslar, xizmatlar sotadi, lekin rasmiy tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi. Pul esa shaxsiy kartaga tushaveradi. Masalan, bir ayol uyda turib pishiriq tayyorlaydi. Har kuni 15 ta buyurtma oladi. Har bir mijoz 1 ming yoki 1 ming so'm kartaga tashlaydi. Bir qaraganda bu kichik puldek ko'rinadi. Lekin oy oxirida kartaga 12 million so'm tushgan bo'lishi mumkin. Agar bu faoliyat muntazam bo'lsa, bu oddiy sovg'a yoki qarindosh yordami emas, bu daromad. Shunday holatda hujjat, ro'yxatdan o'tish, soliq rejimi haqida o'ylash kerak. Yana bir misol. Talaba yigit ijtimoiy tarmoqlarda telefon olib sotadi. Bir oyda 7 ta telefon sotadi. Har bir telefon uchun kartasiga 2 milliondan 5 million so'mgacha pul tushadi. U men katta biznes qilmayapman, shunchaki olib sotyapman deb o'ylaydi. Lekin bank uchun va soliq tahlili uchun bu muntazam tijorat operatsiyasi bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar xaridorlar ko'p bo'lsa, summalar turlicha bo'lsa, izohlarda telefon uchun buyurtma, tovar, to'lov deb yozilgan bo'lsa, savol tug'ilishi tabiiy. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, kartasiga ko'p odamdan muntazam pul qabul qiladiganlar. Ikkinchidan, rasmiy ish joyi yo'q, lekin kartasidan katta pul aylanadiganlar. Uchinchidan, ijaraga uy berib, ijara pulini kartaga olib yurganlar, lekin shartnoma qilmaganlar. To'rtinchidan, onlayn savdo, xizmat, reklama, dizayn, repetitorlik, taksi yetkazib berish, ustachilik, go'zallik xizmati, tikuvchilik, remont, foto, video xizmatlaridan daromad olayotganlar. Beshinchidan, boshqa odamlarning pulini o'z kartasidan aylantirib beradiganlar. Bu eng xavfli holatlardan biri. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz oylikni rasmiy olsangiz, pensiya yoki nafaqa tushsa, qarindoshlaringiz vaqti bilan yordam yuborsa, tanishingiz qarzini qaytarsa, farzandingiz o'qishi uchun pul yuborsangiz yoki oila ichida mablag' almashsangiz,
Bularning o'zi muammo emas. Muhimi operatsiya mazmuni tushunarli bo'lsin. Agar bank so'rasa, siz izohlab bera olishingiz kerak. Bu qarz qaytishi, bu aliment, bu oila yordami, bu to'y xarajatlari uchun yig'ilgan pul, bu mashina sotilgandan tushgan mablag' va hokazo. Raqamlar bilan tushuntiraman. Bir fuqaroning kartasiga oy davomida 3 marta pul tushdi. Onasidan 500 ming so'm, ukasidan 1 million so'm, do'stidan 700 ming so'm qarz qaytdi. Bu odatiy holat. Ikkinchi fuqaroning kartasiga o'tgan kun ichida bir yig'im kirim bo'ldi. Olxinim ming, bir yig'im ming, 2 yig'im ming, 5 ming so'mdan umumiy 20 million so'm. U odam rasmiy ish joyiga ega emas. Bu holat savol tug'diradi. Uchinchi fuqaroning kartasiga bir martada 1 million so'm tushdi. Bu ham avtomatik ravishda e'tibor tortishi mumkin. Agar bu uy sotishdan tushgan pul bo'lsa, shartnoma kerak. Agar qarz bo'lsa, qarz tilxati yoki shartnoma kerak. Agar biznesdan bo'lsa, hisob-kitob hujjatlari kerak. Asosiy masala shunda, pulning o'zi ayb emas, tushuntirib bo'lmaydigan pul muammo. Men doim aytaman, bank va soliq tizimi pulga emas, pulning iziga qaraydi. Pul qayerdan keldi, nima uchun keldi? Kim yubordi? Qanday hujjat bor? Bu muntazam yoki bir martalik? Mana shu savollarga javob bo'lsa, odam o'zini ancha xotirjam his qiladi. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, karta shaxsiy bo'lsa ham undan biznes uchun foydalanish xavf tug'diradi. Ko'pchilik bu mening kartam, xohlagan pulimni qabul qilaman deydi. Ha, karta sizniki. Lekin agar karta orqali doimiy tijorat to'lovlari qabul qilinsa, bu shaxsiy mablag' emas, daromad sifatida baholanishi mumkin. Ayniqsa izohlarda zakaz tovar, kurs uchun, dars uchun ijara, avans, xizmat haqi kabi so'zlar bo'lsa, mazmun yanada aniq ko'rinadi. Ikkinchi nozik jihat, pulni bo'lib olish ham har doim yordam bermaydi. Ba'zi odamlar o'ylaydi, katta summa tushmasin, 1 millionni 5 ga bo'lib tashlataman. Lekin tizim faqat bitta operatsiyani emas, umumiy aylanmani ham ko'radi. Bugun 2 million, ertaga 2 million, indinga 2 million tushsa, umumiy rasam baribir ko'rinadi. Aksincha, katta summani ataylab mayda qismlarga bo'lish shubhani oshirishi ham mumkin. Uchinchi nozik jihat, boshqa odam nomidagi kartadan foydalanish. Masalan, xotinning kartasiga biznes puli qabul qiladi. Aka singlisining kartasidan foydalanadi, tadbirkor yordamchisining kartasiga mijozlardan pul tushirtiradi. Bu juda noto'g'ri amaliyot. Chunki savol kelganda karta egasi javob beradi. Agar xotinning kartasiga oyiga 1 million so'm tushayotgan bo'lsa, bank xotindan so'rashi mumkin. Bu pul nima uchun? Xotin esa erimning savdosi desa, bu yanada murakkablashadi. Pul kimniki, faoliyat kimniki, hujjat kimda, soliq kim to'laydi, hammasi chalkashib ketadi. 4-chi nozik jihat, ijara daromadi. Juda ko'p odam uyini ijaraga beradi va pulni kartaga oladi. Masalan, oyiga 3 million so'm. 1 yil davomida bu 36 million so'm bo'ladi. Agar shartnoma bo'lmasa, daromad rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri yo'l. Ijara shartnomasini rasmiy qilish, daromadni qonuniy ko'rsatish, kerakli tartibda soliq masalasini hal qilish. Bu qiyin ish emas, lekin keyingi muammolardan asraydi. 5-chi nozik jihat, qarz va sovg'a. Agar sizga do'stingiz 20 million so'm qarz berdi yoki qaytardi, yaxshisi oddiy yozma tilxat bo'lsin. Tilxatda kim kimga qancha pul berdi, qachon qaytariladi, maqsadi nima yoziladi. Agar ota-ona farzandiga uy olish uchun 1 million so'm yordam bersa, bu ham oilaviy yordam sifatida tushuntirilishi mumkin. Lekin katta summa bo'lgani uchun bank hujjat so'rashi ehtimoli bor. Bunday holatda pul yuboruvchi shaxsning daromad manbasi ham tushunarli bo'lishi kerak. Masalan, ota uzoq yillar ishlagan, jamg'armasi bor, yer yoki mashina sotgan. Hujjat bo'lsa, muammo kamayadi. 6-chi nozik jihat, kripto. Internetdagi daromadlar chet eldan keladigan to'lovlar. Freelancerlar, dasturchilar, dizaynerlar, video montajchilar, tarjimonlar chet el mijozlaridan pul olishi mumkin. Bu daromad qonuniy bo'lishi mumkin, lekin uni to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Platformadan hisob, faktura, shartnoma, to'lov tarixi, bajarilgan ish bo'yicha yozishmalarni saqlash foydali. Internetdan tushdi degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Qaysi xizmat uchun tushdi? Kim to'ladi? Qanday kelishuv bor? Shular muhim. 7-chi nozik jihat, bank hisob varag'i vaqtincha cheklanishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin real hayotda bank shubhali operatsiya ko'rsa, qo'shimcha ma'lumot so'rashi, operatsiyani tekshirishi yoki ma'lum muddat cheklov qo'yishi mumkin. Bu doimiy blok degani emas, lekin siz hujjat taqdim qila olmasangiz, masala cho'zilishi mumkin.
Shuning uchun oldindan tartib bo'lish kerak. Endi eng muhim qism amalda nima qilamiz? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam oxirgi 6 oylik bank kirim chiqimlaringizni tekshiring. Mobil banking ilovasiga kiring. Kartangizda kimlardan pul tushganini ko'ring. Agar kirimlar asosan oila, oylik, pensiya, qarz qaytishi bo'lsa, xavotir kam. Agar kirimlar ko'p odamdan, doimiy va tijoratga o'xshash bo'lsa, bu faoliyatni tartibga keltirish kerak. Ikkinchi qadam, pulning maqsadini izoh bilan yozishga odatlaning. Masalan, qarz qaytsa qarz qaytarish, oila yordami bo'lsa oilaviy yordam, ijara bo'lsa ijara to'lovi, tovar bo'lsa tovar uchun to'lov deb yozish kerak. Lekin e'tibor bering, agar siz haqiqatan ham biznes qilsangiz, izohni yashirishga urinmang. Sovg'a deb yozdirib aslida tovar sotish bu muammoni hal qilmaydi, aksincha keyin tushuntirishni qiyinlashtiradi. Uchinchi qadam. Agar siz savdo yoki xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, rasmiylashishni o'ylang. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, o'zini o'zband qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yuridik shaxs orqali ishlash faoliyat turiga bog'liq. Masalan, repetitorlik, tikuvchilik, sartaroshlik, maishiy xizmatlar. Freelance xizmatlari uchun ayrim yengil rejimlar bo'lishi mumkin. Savdo hajmi katta bo'lsa, alohida tartib kerak bo'ladi. Bunda eng to'g'ri yo'l soliq organining rasmiy axborotdan foydalanish yoki mutaxassis bilan maslahatlashish. 4-qadam, shaxsiy karta va biznes pulini ajrating. Bu juda muhim. Oila xarajatlari, oylik, qarindosh yordami bir joyda, mijozlardan tushgan pullar boshqa joyda bo'lsin. Agar faoliyat rasmiy bo'lsa, alohida hisob raqam ochish, to'lovlarni shaffof qabul qilish, xarajatlarni ham hujjatlashtirish kerak. Shunda sizning real daromadingiz, xarajatingiz va foydangiz ko'rinadi. 5-qadam, hujjatlarni saqlang. Agar mashina sotgan bo'lsangiz, oldi-sotdi shartnomasi. Uy sotgan bo'lsangiz, notarial hujjatlar. Qarz bergan yoki olgan bo'lsangiz, tilxat yoki shartnoma. Chet eldan pul kelgan bo'lsa, pul yuboruvchi bilan bog'liq ma'lumot, maqsad, qarindoshlik yoki xizmat shartnomasi. Onlayn savdo bo'lsa, buyurtma tarixi, yetkazib berish ma'lumotlari, xarid hujjatlari. Hujjat bo'lsa, siz kuchli pozitsiyada bo'lasiz. 6-qadam, bank sizdan ma'lumot so'rasa e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi odamlar qo'rqib telefonni ko'tarmaydi. Xabarga javob bermaydi, bankka bormaydi. Bu noto'g'ri. Bank so'rasa boring, tushuntiring, hujjat bering. Agar hujjatingiz bo'lmasa, hech bo'lmaganda yozma tushuntirish tayyorlang. Unda pul qachon tushgani, kimdan tushgani, nima maqsadda tushgani, bu bir martalikmi yoki muntazammi, aniq yozilsin. 7-qadam, noqonuniy karta ijarasidan uzoq yuring. Kimdir sizga kartangizdan pul aylantirib beramiz, oyga 500 ming beramiz desa, aslo rozi bo'lmang. Bu firibgarlik, noqonuniy pul aylanishi yoki boshqa xavfli sxema bo'lishi mumkin. Karta sizning nomingizda bo'lgani uchun javobgarlik ham sizga keladi. Boshqa odamning pulini o'z kartangizdan o'tkazib berish eng xavfli ishlardan biridir. 8-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ayniqsa ota-onalar, pensionerlar, talabalar va uy bekalari kartasidan boshqalar foydalanmasin. Ko'p firibgarlar aynan shunday odamlarning kartasini ishlatadi. Bir marta pul tushadi. Keyin chiqarib berasiz deyishadi. Keyin esa karta egasi bankda yoki organlarda tushuntirish berib yuradi. 9-qadam, agar sizda katta summa kutilayotgan bo'lsa, oldindan tayyorlaning. Masalan, uy, mashina, yer, qimmat texnika sotyapsiz. Pul kartaga tushishidan oldin shartnoma, oldi-sotdi hujjati, notarial rasmiylashtirish, pul o'tkazmasi izohi tayyor bo'lsin. Keyin tushuntiraman demang. Oldindan to'g'ri qilinsa, keyin asab buzilmaydi. 10-qadam, soliq masalasini kechiktirmang. Agar siz muntazam daromad olayotgan bo'lsangiz, meni hech kim ko'rmaydi deb o'ylamang. Raqamli tizimda muntazamlik juda tez ko'rinadi. Bugun 5 million, ertaga 10 million. Keyingi oy 20 million aylansa, bu bir kun kelib savol bo'lishi mumkin. Rasmiy ishlash ko'p hollarda odam o'ylaganchalik qo'rqinchli emas. Aksincha, qonuniy ishlasangiz, bankdan kredit olish, biznesni kengaytirish, hamkorlar bilan ishlash. Katta mijozlardan to'lov qabul qilish osonlashadi. Yana bir muhim maslahat, bankdan yoki soliqdan xabar kelsa, darhol ijtimoiy tarmoqdagi tasodifiy maslahatlarga ishonmang. Hech narsa demang. Kartani yopib tashlang. Pulni yechib oling. Boshqa odam nomiga o'tkazing degan maslahatlar sizni battar muammoga tiqishi mumkin. Har bir vaziyat alohida. Hujjat bilan qonuniy va xotirjam harakat qilish kerak. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun emas, tayyorlash uchun gapiryapman. Nazorat kuchaysa, eng ko'p qiynaladiganlar, pul oqimini tartibga solmagan,
hujjat saqlamagan, shaxsiy karta bilan biznes qilgan, boshqaning kartasidan foydalanganlar bo'ladi. Eng xotirjam odamlar esa daromadi tushunarli, hujjati bor, faoliyatini rasmiylashtirgan, bank savoliga javob bera oladiganlardir. Demak, 12 oktyabrdan keyin bank hisob varaqlari bo'yicha nazorat kuchayishi oddiy odamning hayotini to'xtatib qo'yadi degani emas. Lekin pul kirim chiqimlariga beparvo qarash davri tugayapti. Har bir tushumning mazmuni bo'lishi kerak. Oilaviy yordam, qarz, sovg'a, oylik pensiya bular odatiy holatlar. Muntazam savdo, xizmat, ijara, katta pul aylanmasi esa hujjat va rasmiy tartibni talab qiladi. Mening asosiy tavsiyam, kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing. Shaxsiy va biznes pulni ajrating. Kerak bo'lsa rasmiy ro'yxatdan o'ting. Bank so'rovlariga vaqtida javob bering va hech qachon kartangizni boshqa odamga ishlatishga bermang. Sizning fikringiz qanday? Kartaga pul tushumlari bo'yicha sizda savollar bo'lganmi? Bank sizdan biror marta tushuntirish so'raganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun sizga kerak bo'lmasa ham ertaga albatta kerak bo'lishi mumkin.